Hörmətli Şərq Türkistanlıq qərindaşlar, Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Tövrəndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Təcavüzçü Xitayning mətbuatlarında 10 fevral günü e'lon qilingan xəbərlərə qaraganda, Şərq Türkistanda siyosiy qonun xizmat yig'ini chaqirilib, siyosiy qonun xizmati o'rinlashtirilgan. Xəbərdə mundaq deyildi. Şinjan Uyghur Abdunum Rayonluq Partiya Komiteti siyosiy qonun yig'ini 2 ayning 9 kuni chaqirilgan bo'lib, Abdunum Rayonluq Partikomining sekretari Chin Xiaojang yig'inda so'z qilib, Xi Jinpingning qonun orqali idora qilish ideyasini texmi cho'nqurlab o'rganib ijro qilishni, partiyaning 26 va 20 navbatlik umumiy yig'inining ro'yini astoydil, izchil ijro qilishni, Xi Jinpingning siyosiy qonun xizmat muhim nazariyalarini izchil amaliyleştirishni, Merkezning siyosiy qonun xizmat yig'inining o'rinlashtirish talabiga binoan xavf-xatarning oldini olish, bexatarlikni kafolatlantirish, muqimlikni qo'g'dashning turli xizmatlarini astoydil ishlash, Şinjanning siyosiy qonun xizmatini butun kuch bilan zamoniylashtirish, Şinjanning sotsialistik zamoniylashtirish qurilishini texmi puxta qanot yaydirishni ta'kidladi. Yig'inga Abdunum Rayonluq Partikomining muavin sekretari, Abdunum rayonining raisi Erkin Tuniyaz riyosatchilik qildi. Abdunum Rayonluq Partikomi muavin sekretari, harbiy otryad siyosiy hay'at a'zosi He Jingyo, Abdunum Rayonluq Partikomi muavin sekretari Zhang Zhu, Chinmingo yig'inga qatnashdi. Abdunum Rayonluq Partikomi doimiy komiteti, siyosiy qonun komiteti sekretari Wang Gang Abdunum rayon miqyosidagi siyosiy qonun xizmatini tafsiliy o'rinlashtirdi. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti 26 fevral günü təcavüzçü Xitayning Şərq Türkistonni irqiy qirg'inchilik orqali kontrol qilishini qonunlashtirish qilmishiga qarshi xalqaro jamiyatni dunyoviy harakatga chaqir qilib axborot e'lon qilib, mundaq dedi. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı mexanizmini öz ichiga olgan xalqaro jamiyatni Xitoy Kompartiyasining mustamlika roli, izchil ishg'oliyati ostidagi Şərq Türkistonda yurgizayotgan zo'rlash tipidagi bexatarlik kontrol sistemasini izchil qonunlashtirish qilmishiga qarshi prinsipal, moslashtirilgan harakat qo'llanishga chaqirdi. Şərq Türkiston sürgündə hökuməti bu kundan kunga nacharlashning 2014 mayda boshlatgan Beyjingning hokimiyati ostidagi terrorizmga qarshi xalq urushi yoki vahshiy terrorizmga qarshi qattiq zarba berish harakatidan boshlanganligini va 2026 may oyiga kelganda 12 yilga yaqinlashganligini ta'kidlaydi. Şərq Türkiston sürgündə hökuməti bu atalğının Şərq Türkistondagi Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa turkiy xalqlarga qarshi yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatni tashkil qilganligini qaror qilgan siyosatlarni yo'llash rolini o'ynaydiganligini aytadi. 9 fevral kuni ishg'oliyatchi kuchlar Xitoy Kompartiyasi mustamlikachi hokimiyati ostida Urumchida siyosiy qonun xizmati nomida bir yig'in chaqirdi. E'lon qilingan dokladga asoslanganda, ishg'ol qilingan davlatimizga yuqori darajali katiba Chin Xiaodong so'z qilgan yig'inga Beyjing hokimiyati tayinlagan mustamlikachi hukmdor Erkin Tuniyaz yetakchilik qildi. Yig'inga mustamlikachi yarim harbiy Şinjan ishlab chiqarish va qurilish atriti, Şinjan harbiy rayoni, qurolli soqchi qo'mondonlik shtabi, shundaqla boshqa bexatarlik va istixborot qurilmalari, ishg'oliyatchi siyosiy va bexatarlik apparatlaridan yuqori darajali katibalar qatnashdi. Qonun ijro qilish harakatlariga qo'mondonlik qiladigan hokimiyat beshidagi ishg'oliyatchi partiyaning rayondagi bexatarlik amaldori Wang Gang ishg'ol qilingan davlat miqyosidagi konkret o'rinlashtirish buyruqlarini o'ttirg'a qo'ydi. E'lon qilingan buyruqlar xavf-xatarni to'xtatish, bexatarlikni kafolatlantirish, muqimlikni qo'g'dash, terrorizmga qarshi turib bexatarlikni izchil kafolatlantirishni qonunlashtirishni kuchaytirdi. Bekitilgan 3 xil kuch o'ttirg'a chiqsa, bekitilgan prinsip bo'yicha qattiq zarba berish pozitsiyasini izchil davomlashtirishga, darhol harakat qo'llanishga qo'mondonlik qiladi. Bu ko'rsatmalar oldin olish va kontrol qilishni birlashtirish sistemasini tezlatib, chegara kontrolini kuchaytirishga chaqirib, oshqo'liqdan qutuldirishni tezlatishni talab qiladi. Ular yana ishg'ol qilingan davlatdagi chet el ko'rishi harakatini kengaytirishga yetakchilik qiladi va atalmish bo'lginchilikka qarshi turish ko'rishini kuchaytirishga ko'rsatma beradi. Yig'in yana Fengjiang modeli orqali jamiyat boshqarishni zamoniylashtirish, nazorat qilish va doklad tori orqali asosiy qatlamlargacha kontrol qilishni tashabbus qiladi. Bayqashlar, xalqaro andishalar izchil takrorlanib kelayotgan taqdirdami bu ko'rsatmalar o'ttirg'a chiqdi. 10 nechadan ortiq g'arb parlamentlarini o'z ichiga olgan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Beyjingning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga qarata yurgizayotgan siyosatini irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb ta'bir bergan edi. Şərq Türkistan sürgündə hökumətinin tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyor bu ko'rsatma Xitoy hokimiyatining Şərq Turkistondagi ishg'oliyatining davomlashishi uchun siyosiy bexatarlik atalg'usini ishlatish bilan o'ttirg'a chiqqan mustamlikachi kontrol sistemasining ishlash prinsipini tasvirlaydi.
Atalmış terrorizmga qarshi turishni normallashtirish, oshqo'lliqni tugatish, qalayimqon tutqun qilish, keng ko'lamda kuzatish, majburiy emgakka selish, nupusni majburiy kontrol qilish va boshqa irqiy qirg'inchilik shundoqla insoniyatga qarshi jinoyatlarni tashkil qiladigan siyosatlarni boshqarish ramkasi bilan ta'minlaydi dedi. Sharqi Turkiston Surgunda hukumati mustamlika farmon zanjiriga qarta nishonliq jazolashga, davlat halqigan bostirishga qarshi tadbir elishga, Xitoyning ta'sir ko'rsatish, istixborot harakatlarini faol holga tushirish va oshkorlashga, xalqaro mexanizm va davlatli qonun bo'yicha boshqarish salohiyatiga ega o'rinlar orqali irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatning javobgarligini qattiq surishti qilishga qarta dunyoviy harakatga o'tishga chaqiriq qiladi. Sharqi Turkiston Surgunda hukumati ostida yotgan reallik, ya'ni Xitoyning mustamlika ishg'oliyatiga qarta ahamiyatli kuchli harakat qo'llanishga chaqirdi. Sharqi Turkiston Surgunda hukumati shuni qayta ta'kidlaydiki, xalqaro jamiyat Xitoy bilan Sharqi Turkiston to'qinishining mustamlikaga qarshi turish masalasi ekanligini, ichki ishi masalasi emasligini cho'qim idrok qilishi kerak. Sharqi Turkiston Surgunda hukumatining Jumhur raisi doktor Mamtamin A'la irqiy qirg'inchilikqa qarshi turib, inson haqlarini qo'g'damoqchi bo'lgan hukumatlar cho'qim xalqimizning azob-uqubatlarining asosiy sababi bo'lgan Beijing hokimiyatining Sharqi Turkistonni ishg'ol va mustamlika qilib olishiga markazlashishi lozim. Ular cho'qim xalqimizning mustamlikadan qutulish, sirtqi o'z taqdirini o'zi belgilash, mustaqillikni asliga keltirishdan iborat tavranmas haq-huquqini qo'g'dash, qo'llashi kerak dedi. Hukumatning mazkur axboroti kechikmayla dunyo matbuotlarida o'rin oldi. Asiya Tor xabarlari tori va Tribunal xabar torida 27 fevral kuni, Loqman vaqti xabar torida 26 fevral kuni tafsiliy xabar qilindi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti inson haqlari mutaxassislari Xitoyga qaytarilgan Uyg'urlarning qadridan qattiq andishlangan. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti inson haqlari xabar torining 27 fevral kunidagi xabariga qaraganda, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti mutaxassislari bundan bir yil ilgari Tayland doiralari tomonidan Xitoyga majburiy qaytarib etilgan, hozirgacha qismati, salomatlik ahvoli va qayerligi noma'lum bo'lgan 40 nafar Uyg'ur haqida qattiq andishini ifodalab, bu g'oyib bo'lishlar etnik va diniy asonliq millatlarni shundoqla Xitoy hukumatiga tanqidiy ko'z qarashda deb qaralgan shaxslarni nishonlagan texmo keng doiralik davlat halqigan ziyonkashlik andisini aks ettirdi degan. Mutaxassislarning qayd qilishicha, 2025 yili 27 fevral kuni Tayland Xitoy hukumatining kuchli besimi ostida xalqaro munosabatlar qonunining qaytarmaslik prinsipini qo'g'dashga zo'r bo'lgan kafolat tadbirlarini qo'llanmasdan 40 nafar kishini Xitoyga majburiy qaytarib bergan. Bu majburiy qaytarish ularni majburiy g'oyib qilib o'tish, qiynash va hayotidan xohlagancha mahrum qilish qatorliq ig'ir kishilik huquq dafsanchiliklarga uchrash xavfiga duchor qilgan. Bu kishilar majburiy qaytarilishdan ilgari Bangkokdagi San Paulo ko'chmalar tutib turish markazida oilasi, qonuniy vakillari yoki sirtqi dunyo bilan hech qanday aloqasi bo'lmagan holda nachar sharoitda 10 yildan ortiq tutib turilgan. Mutaxassislar bu kishilarning taqdiri va qayerligi haqida ishonchlik, atrofliq va mustaqil dalillangan uchurlarning kamchil bo'lishi kishini to'liq cho'chitadi. Oilalarga hech qanday xabar berilmadi, ularning nada tutib turilayotganligi jazmlashtirilmadi. Hatto tirik yoki emasligi haqida hech qanday bishorat berilmadi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti xalqaro kishilik huquq mexanizmlari, Tayland davlatlik kishilik huquq komiteti va fuqaroviy jamiyat tashkilotlarining jiddiy va takror chaqiriqlariga qaramay, Taylandning bu majburiy qaytarib etishni ijro qilganligidan qattiq umidsizlandik. Xalqaro kishilik huquq qonuni majburiyatlariga shundaqla insoniyatning aqalliy qimmat qarashlari va insoniy qadr-qimmatga ochiq-oshkora xiloflik qilgan holda elib berilayotgan bunday majburiy qaytarish va davlat halqigan bostirishning to'xtamay davomlashishiga hayronmiz degan. Mutaxassislar Xitoyning advokat bilan ko'rishish huquqini izchil rad qilganligini aybladi va nurg'ulg'an tutqunlarning davlat bexatarligi degan keng doiralik bahona bilan oylarcha, hatto yillarcha advokatlari bilan ko'risholmaydiganligini qayd qildi. Oilaga ziddiyatlik yoki kishini qaymoqtiradigan uchurlar berilgan. Ularning yaqinlarining ahvoli yoki qayerdaligini jazmlashtirish mumkin bo'lmagan. Ishonchli dokladlar va nurg'ulg'an ziyonkashlikka uchrag'uvchilarning guvohlik so'zlariga qaraganda, Xitoy doiralari tutqunlarning tuqqanlarini va yerlik jamoatni sistemli holda qattiq nazorat ostiga olgan. Ularning harakati, aloqasi va ijtimoiy munosabatlarini kuzatib turgan. Mutaxassislar bu hamma yerda mavjud bo'lgan nazorat qo'rqinch muhitni yaratadi. Bu sababdan nurg'ulg'an oilalar o'ch elinishdan qo'rqib yaqinlarini izlashdan, uchur so'rashdan yoki delolari haqida oshkora so'zlashdan tep tortadi. Qonuniy yo'llarni to'sish bilan bir vaqtda oilani sukutga majburlash, ig'ir kishilik huquq dafsanchiliklarining hech qanday to'sqinliksiz yuz berishiga sharoit yaratib berdi.
tuqqanlarni sukutga majburlash ularning azobini cho'nqurlashtirib qolmay, haqiqiy javobgarlikni surishtirishga to'salg'i bo'ladi. Adolatga sukut orqali erishgili bo'lmaydi deb ogohlantirdi. Mutaxassislar Xitoyni mustaqil kuzatuvchilarning to'salg'usiz yakka holda ko'rishiga yo'l qo'yishga, shundaqla oila va yerlik jamoatning qo'rqish, aniqsizlik ichida qolmasligiga, qaytarilgan 40 nafar Uyg'urning bexatarligi va baxt saodatiga kafolatlik qilishga chaqirdi. Ular yana Tailand va boshqa davlatlarni Uyg'urlarni Xitoyga majburiy qaytarib berishni to'xtatishga chaqiriq qildi hamda xalqaro jamiyatning qaytarmaslik kafolatini kuchaytirishni va davlat alqagan ziyonkashlik qilmishlari uchun javobgarlikni surishtirishni talab qildi. Ramzan iroda isyoni va hurlik safari. Qulluqdan hurlikka otlanish insonlik javhirining tipik belgilaridan biri. Afsuski, bu javharni tunumay yashayotganlarning soni tunib yashayotganlarning sonidan xeyli ko'p bo'lib keldi. Nafs xohishini tizginga ilishga mukallaf insondan nafs xohishlarining asiriga aylanishini chiqish yo'li qilib ketayotgan bir diva odamsizlarga aylanib ketish xavfi xelidan beri ishkimizni qiqib kelyotdi. Ruhiyat chanqoq, zihniyat qurg'oq, ma'naviyat qaqshal, go'yo mexanikalashgan ma'rifatning kishanlariga bog'lanib, nafsimizning zulmatxonasiga qamalib o'tayotgandek, ichki qulluqdan bo'shanishni tashqi qulluqning shafoatidan kutayotgandek, hayhat. Muborak Ramazon oyi yetib keldi. Darvaqa bu oy hurlikni xato yo'ldan izlayotgan ichki qulluqni sagitish oyidir. Bu oy ana shu ichki qulluqqa qarshi ko'tarilgan isyonning insonni Rabboniy hidoyat nuri orqali mexanikligidan nuroniy hurlikka elib chiqadigan muqaddas bir safarning oyidir. Bu oy haqiqiy nusratning yaralmish olamning moddiy to'qligiga tiyinishdan emas, balki yaratquchi Tangri bilan bo'lgan ma'naviy bog'ni chingitishdan manbalanganligini eslatguchi oydir. Cihatning tunji o'tkili bo'lgan nafsni tarbiyalash oyidir. Bu oy qandaqdir ochliq mavsumi emas, balki yoshirinib yotgan eng cho'ng yovg'a, ya'ni nafsga qarshi elib beriladigan qarshilik harakatini boshlash, jang e'lon qilish oyidir. Tashqi dushman ustidan g'alaba qilish uchun oldi bilan ichki dunyodagi botil saltanatni gumron qilishning ruh qo'shinlarini taqvodorlik bilan mashqlantirishning fursatidir. Bu oy irodani po'latdek tovlaydigan, aqlni ilohiy nizom bilan sozlaydigan va iymonni sadoqat bilan poklaydigan favqulodda mavsumdir. Ramazon mana bularni idrok qilish uchun qurilgan, jumladan dunyodagi har qanday zulm va zolim oldida qaddini tik tuta oladigan ruhni barpo qilish uchun selingan baayni tarbiya maktabi. Rabboniy xoniqadir. Bu oy mahrumlikdan g'albiga, tushkunlikdan umidvorlikqa o'tishning, sabr-toqat o'chqida kuch-quvvat ishlab chiqarishning, itoat taslimiyatidan sadoqat hosil qilishning va ruhiyat g'azinasini ma'naviyat mulki bilan to'ldirishning oyidir. Bu oy Qur'on bilan izzatlangan, mag'firat va nijotlik bilan bishoratlangan, barakat va rahmat bilan sharaflangan oydir. Biz mana bu oyning sharifiga binoan Janobi Allohdan bu oyning barcha xislatlaridan hammamizni nasihalantirishini, tang bahramon qilishini, bizni tarbiyalashini, saqaytishini, yengilishini so'raymiz. Shuning bilan bir vaqtda ona vatan judoligi bilan sinayotgan bizlarni isloh qilishni, jumladan bu oyning barcha xayrliklaridan, jimi fazilatlardan mahrum qolgan bu oyda emas, yilning 365 kunining har daqiqasida e'tiqodi va hurlik uchun badal to'layotgan xalqimizni o'zining muhofazatida qilishini, bu mahrumlikni, bu xo'rlikni, bu zulmni ko'tarib o'tishini Janobi Allohdan tilaymiz. Onalardan hur tug'ilgan vatan avlodlarini qul qilib kelayotgan vatanimizni mustamlikasi ostiga elib olib, azonimizni, bayrog'imizni, tilimiz va dinimizni bizdan tortib olgan, bizni biz bo'lishimizga yo'l qo'ymayotgan tag'ut ishg'olchilarga, insonlik qadr-qimmatiga jang ochgan, Alloh va Rasulining abadiy dushmani bo'lgan mustamlikchi qonxo'rlarga o'z la'natini va g'azabini patroq yog'dirishini tilaymiz. Allohning nusrati qachon degan pig'onliq nidolarini hol tili bilan falakka yangrayotgan ahu faryodlarning patroq javobga erishishini, qorong'u zindonlardagi mazlum qalblarning cho'nqur qetida saqlanib yotgan va arshalarni larziga solg'udek dardga to'lgan unsiz sadolarining tezroq ijobat bo'lishini, bu faryod pig'onlarning mustamlikchi zolim va ularning gumashdilariga alokat va la'nat o'qi bo'lib tezroq qaytishini tilaymiz. Shuning bilan bir vaqtda ilohiy nusratga arziydigan bir to'pning bu millat ichidan patroq shakllanib chiqishiga muyassar qilishni, istiqlol va istiqbol quyoshini Sharq Turkistonimiz ustida tezroq tajalli qildirishni hammaga qodir, hikmatlik va
Həmişə g'olib Parvardigorimizdan so'raymiz. Allah bizni ma'naviy g'alaba orqali moddiy nusratga erishuvchilardan qilib bersin. Bizni haqqoniy davosida rostchilardan bo'lishqa, haqning rizosini ko'zlaguchilardan, haq yo'lining yo'lovchilaridan va haqqoniyat yo'lining navkarlaridan bo'lishqa muvaffaq qilsin. Barcha Sharq Turkistonliklarning muborak Ramazon oyi qutlug' bo'lsin. Burhan Muhammad 2026-yili 2-oyning 19-kuni. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qatimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.